Assalomu alaykum. Hurmatli meni bugun yig'ilishimda ishtirokchilari, meni bo'lajak liderlarim, ishonaman sizlarga hamkorlarim va qadrli do'stlarim ham deyib. Barchangizni muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman. Ro'za ayyomlari bizni hammamizga sog'lik, xotirjamlik va orzularimizni amalga oshirish kabi bir inoyatlar bersin iloyim. Men Lolaman, hamma meni taniydi deyarli va bugungi uchrashuvimizni men bitta katta webinar ko'rinishida emas, bir samimiy do'stona suhbat shaklida o'tkazishni xohlar edim. Va uchrashuvimiz boya aytganimdek taxminan 1-1,5 soat bo'lishini kutmoqdamiz. Oxirida lekin eng muhim va eng qiziq qismi bo'ladi. Shuning uchun oxirigacha qolishlaringizni so'rab qolaman. Dream Trips klubi bu xalqaro travel klub. Amerikada tashkil topilgan, 20 yilga yaqin faoliyat yuritadi va eng muhimi bu tur agentlik emas, bu a'zolik tizimiga ega bo'lgan klub. Ya'ni siz bu yerda oddiy mijoz bo'lmaysiz. Siz klub a'zosi bo'lasiz va klub a'zosi sifatida sizga kruzlar, mehmonxonalar, tayyor tur paketlar maxsus klub takliflari orqali taqdim qilinadi, beriladi. Bu nima degani? Bu degani sizda oddiy bozordagi narx bo'lmaydi. Bu klub formatidagi takliflar bo'ladi. Demak, sizga juda ko'p preferensiyalar, juda ko'p plyuslar bo'ladi. Va bir narsani aytib o'tish kerak, bu klubda nafaqat biznes qiladigan odamlar, bu klubda ko'proq sayohat qiladigan odamlar bor, tashkil etadi. Chunki sayohatlari rostdan ham juda qiziq. Buni hozir platformani tanishtirganimda ko'rasizlar. Va eng muhimi, shu sayohatlarga siz chiqib kelasiz, hamma servis tayyori bilan. Sizda shu sayohatga chiqqaningizda himoyalangan bo'lasiz. Va hokazo va hokazo. Buni hozir platformani qaraganimizda yaqqol ko'rinadi sizga. Va hozir men bir shu klubni bir sayohat tarzi haqida ko'proq gapirmoqchiman, chunki asosan men ham bu klubga ana shu sayohat turi uchun kelganman. Masalan, sayohat turlari har xil. Bu mehmonxona olasiz, dam olib kelasiz, tayyor tur olasiz, dam olib kelasiz va kruiz. Kruizlar bu meni azaldan orzuyim bo'lgan. Men agar bilsalaringiz bir 10 yil, 15 yillar oldin kruizlar haqida ma'lumot endi kirib kelgan internet orqali. O'sha paytlar men qiziqaman, lekin afsuski u paytlar oyog'im bog'liq bo'lgan. Biz davlatga ishlaganmiz, uncha-muncha chiqa olmaganmiz va faqat shu oddiy orzu bo'lib qolavergan. Oxirida mana pensiyaga chiqqanimdan keyin menda imkoniyatim bo'ldi. Xohishim bo'ldi, 1-2 so'm pulim ham bo'ldi. Men shu kruizlarga klublarda qidirib boshladim, qaysi biriga a'zo bo'lsam, qaysi biri menga to'g'ri kelar ekan degan maqsadda ancha o'rganib bordim va oxirida 2 yil avval shu Dream Tripsga qo'shildim. O'sha payti menga shu marketingga tushunarli bo'ldi. Oddiyroq marketingga yoqtirdim va a'zo bo'ldim. A'zo bo'lganimdan keyin ham birdan kruizlar olmadim, birdan turlar olmadim, lekin ancha vaqt kuzatib yurib, shu a'zoligim bilan foydalanib platformasiga kirib yurar edim. Shu kruizga boradigan bo'ldim va borib keldim. Kruiz formati haqida hozir o'zimni tajribamdan ayta olaman. Kruiz bu shunchaki oddiy sayohat emas. Bu mehmonxona, restoran, dam olish va yangi davlatlar bir vaqtni, bir joyni o'zida bo'ladi. Har kuni yangi port, yangi shahar, yangi taassurot. Men o'zim ham kruizda bo'lganim uchun ko'p narsani bu haqda bilib oldim va rostini aytsam, kruizga borib kelgandan keyin boshqa sayohat turlariga uncha qiziqmay qoldim. Chunki bu har kuni yangi manzara, tayyor servis, dam olish va sayohat bir vaqtni o'zida. Kruiz odamni qandaydir boshqacha oliy darajaga ko'tarib qo'yadigan bir sayohat turi ekan. Lekin buni faqat men emas, buni o'z ko'zi bilan ko'rgan va his etgan yana bir inson bor. Bu inson meni yonimda, Sabohat opa. Bu kishi ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchi, hozir pensiyaga chiqqanlar va bu kishi ham yaqinda kruizga borib kelganlar, juda katta taassurotlar bilan keldilar va shu taassurotlari bilan bo'lishadilar, aytib beradilar. Sabohat opa, marhamat. Assalomu alaykum aziz komanda a'zolari. Hammalaringizni Ramazon oyi bilan tabriklayman.
yana keyin shu oilada ham nasib bo'lsa ko'rishalik yana keyinlar. Kruiz haqida gapirmoqchi bo'lsam, men undan oldinroq Lolajon nima desam ekan, bundan 30 yil, 35 yil, 40 yil oldindan boshlab sayohatga boshlaganman. Hozir men pensiyadaman, to'g'ri o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Endi hozir uydaman. Faqat sayohatlar qilish orzularim bor yana. Birinchi sayohatim 1984-85-yillar boshlangan. Kavkazga borib kelgan edim. Otam rahmatli meni bir o'zim Kavkazga jo'natganlar, bor qizim bir aylanib kel deb. Shu tariqa sayohat boshlandi. Kavkazga borib, shunday bir kuchli emotsiyaga to'lib qaytganman. Shunday bir chiroyli shahar ekan Otajon. 5 ta shaharni ko'rdim. Kislovodskiy, Petigorskiy, Железноводskiy, Dambay, Uchkekin, Zelunchik, Nalchik degan joylari bor ekan. Shunday bir o'sha yillar hammasini aylandim. Har yil keyin otam rahmatli meni jo'natdilar. Har yil bordim, 5 yillar bordim shu Kislovodskiyda. O'shandan keyin Brestga bordik, Kaliningradga bordim, Turiskovetsga bordim. Shunaqa sayohatlarim ko'payib qoldi va sayohatga qiziqib qoldim. Xullas, keyin 2 yil oldin men kimdandir eshitib qoldim, kruiz laynerda sayohat qilasiz. O'tgan xuddi shu oy fevral oyida sayohatga chiqdim. 5 ta davlat va 2 ta orol ko'rib keldim. Allohga shukr deyman. Bu sayohat menga juda ham yoqdi. Nimaga deganda, bitta harakatga shunday kirganingiz, laynerga shunday kirganingizdan keyin siz har kuni chamadonni ko'tarib u nimadan u shahardan bu sayohatga chamadon ko'tarib yurmas ekansiz. Boyagi kayutangiz sizni ham layner sizga ham mehmonxona, yotoqxona, ham ovqatlanadigan joy, ham nima deydi, kiyinadigan xonangiz, uy bo'lib qoladi. Uyda sharoitlari juda ham yaxshi. Boyagi paroxodni ichida sizga 30 ta restoran xizmat qilar ekan bepul. Undan tashqari shvedskiy stol degan stol bor ekan. Unda hammasi jahonning 200 ta davlatning har xil ovqatlari bor. O'zbekiston ovqatlari ham bor ekan. Ko'rdik, hammasi yaxshi. Menga juda ham yoqdi. U yerda shou dasturlar bor, jakuzilar bor, basseynlar bor, ko'ngilochar dasturlar bor. Teatrlari bor, muzikali konsert joylari bor ekan. Tepada 30-etajlarga chiqsangiz, undan da chiroyli manzarani ko'rasiz. Juda demoqchimanki, juda kuchli emotsiya bilan qaytasiz. Boyagi laynerni o'zi bir dunyo, katta bir mamlakat hisoblanadi. Agar vaqtingiz bo'lib qolsa, men kechasi vaqtim bo'ladi, uxlamasam, boyagi laynerda ham paroxodda ichini o'zini tomosha qilganman. Hamma joyga erinmay chiqib, tushib, ko'rib, paroxodga shunday kirganingizda sizga boyagi zinapoyalari shunday bir chiroyli nima qilingan, nima deydi, Swarovskiy toshlar bilan yaltirab, shunday bir chiroyli xonalarimiz, ayniqsa kayutalarga kirsangiz, shunday xonalari shunday chiroyli, balkonli xonalariga sizga to'g'ridan-to'g'ri dengiz ko'rinib turadi. Men aytmoqchi bo'lganim, azizlarim, hayotingizda hech bo'lmasa shu yil bir maqsad qiling, bir marta sayohatga chiqay. Masalan, 2026-yil 2 oyimiz o'tgan bo'lsa, yana 315 kunimiz bor. Sayohat qilaman, men albatta sayohatga chiqaman degan maqsadni qo'yishimiz kerak. Nega chiqmas ekanman? Shart chiqishim kerak deb bir marta sayohatga chiqsangiz, keyin siz dunyo qarashingiz ham o'zgaradi. Hayotga bo'lgan qiziqishingiz ham boshqacha bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos bir marta kruiz sayohatiga chiqishlaringizni so'rab qolaman. Yana aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ham ko'p. Fikrlarimiz almashib, gaplarimiz hali ko'p bo'ladi, gaplashamiz degan maqsad. Qarangda, mana o'zbekistonliklarimiz baribir ozgina qo'rqadi. To'g'ri, tam pulini deydi, boshqa deydi, lekin ko'proq qo'rqinch ham bo'ladi-da. Mana siz sayohatga bordingiz, o'zimizda o'zbekistonliklar ko'pmi, kammi sayohatda? Sayohatga borganimda haqiqatan ham o'zbekistonliklar ko'p ekan. Men ham birinchi siz to'g'ri aytyapsiz, to'g'ri savol berdingiz. Qo'rquv bo'ldi men ham. Nimagaki til bilmayman, men boshqa davlatlar tilini bilmayman, qanday qilaman degan edim. Yo'q, xudoga shukr, texnika asri deydi-ku. Fan texnika asri ekan, mana telefonlarimizni perevodga qo'yib, perevodchiga qo'yib, telefon bilan muloqot ham qila oldim. Yana ko'plar rus tilini bilsangiz ham uncha qiynalmas ekansiz. Ko'plar rus tilini tushunar ekan. Xullas, yo'q, qiyinchiliklari yo'q. Maza qilib kelasiz borsalaringiz. Rahmat, Sabohat opa, rahmat. Aslida mana shu Sabohat opa fevralda borib kelgandan keyin menda chin kuchli motivatsiya paydo bo'ldi. Tug'ilgan kunim martda edi. Tug'ilgan kunim bir kun o'tgandan keyin formaga kirdimda va o'zimga kruiz bron qilib borib keldim. O'zim va 2 o'g'lim bilan. Men hech qachon turizm sohasida ishlamaganman.
tем более bunday platformalarda ishlab ko'rmaganman. Lekin platforma shunchalik yengil, shunchalik qulay, shunchalik bir zo'r tuzilganki, siz kirasizda uni hattoki bir 2-3 sinf bola ham o'rganib, boshqarib, bemalol ko'rib, sayohatlarni turlarini ko'rib, bron qilib, o'rgansa bo'ladi. Ana shu tajribani men ham o'tkazdim boshimdan va o'zim samostoятельно kruizni platformaga kirib bemalol bron qildim. Bu nazariya emas. Bu rostdan ham ishlaydigan platforma ekanligiga o'zim ishondim. Keyingi videoda men platformani batafsil ko'rsataman va uni qanday ishlatish mumkinligini tushuntiraman.